bizga ish buyurgan ishxonamizdagi boshliq bizdan bu oy qilingan ishlarni bir hisobini so'rayman deb chaqirsa oyog'imiz qaltirab qoladi. Javob bera olamanmikin, yo'qmikin? Biror narsa esimdan chiqib qolmadimikin? Hammasini vaqtida qildimmikin? Jazolaydimikin, mukofotlaydimikin deb oyog'imizdan mador ketib, hayotimizda ma'no qolmay qoladi. Ha? U kim u? O'zimizga o'xshagan bir odam. Mansabi bizdan ustun. U bizni bir boshliqmiz, bizga ish bergan odam. Bizga ish buyuradigan odam. Biz uni qul emasmiz. U bizni yaratmagan. Lekin u bizdan hisob so'rayman desa, bir oy qilingan ishlarni hisobini so'rayman desa, oyog'imizdan mador ketadi. Alloh azza va jalla bizni yaratgan, bizga dunyoni bergan, rizqlantirgan, yo'qdan bor qilgan, bir oy uchun demayapti. Butun hayotimiz uchun, bizga bergan har narsasi uchun hisob so'raydigan kunim bor deyapti. Biz kechalari xurrak otib uxlayapmiz. Maza qilib. Ko'rpalarga o'ranib, yumshoq o'rinlarda rohatlanib uxlay olyapti. Bizga ish buyurgan ishxonamizdagi boshliq bizdan bu oy qilingan ishlarni bir hisobini so'rayman deb chaqirsa oyog'imiz qaltirab qoladi.